Yaxshi orzu-havaslar bilan turmushga chiqdingiz, turmush o'rtog'ingiz bilan suhbatlashib o'tirar ekansiz. Tasodifan mavzu jiddiy qarorlarga taqaldi. Masalan, siz qaysi fakultetga o'qishga topshirishingiz yoki farzandingizni qaysi bog'chaga olib borish haqidagi suhbatlarda u birdaniga "Shoshmay tur, oyimdan so'rab kelaychi" dedi. Ana shu lahzadan boshlab qarshingizda o'tirgan sherhaybatli, tog'ni talqon qiladigan turmush o'rtog'ingiz jajji bola timsoliga aylandi. Mana bu vaziyat sizga tanish bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun bu haqida gaplashamiz va o'ziga xos yechimlarni ko'rib chiqamiz. Bu vaziyatga tushib qolgan ayollar uchun albatta. Bir qarashda bu kabi holatlar hurmatning ustunligi yoki bo'lmasam oilada axloq odob tushunchalarini yuqoriligini ko'rsatadi, ammo bu yerda o'z-o'zidan munosabatda 3 kishi yashaydi. Sog'lom munosabat esa aslida buni rad etadi. Bu mavzu haqida gaplashar ekanmiz. Avvalambor onasining bolasi, ya'ni tamg'asini birovga yopishtirishdan avval bir narsani farqiga boraylik. Ya'ni onasini yaxshi ko'rish, onasini hurmat qilish va qarorlari bilan onani xabardor qilish bu mutlaqo oliyjanob erkakka xos xususiyatlardir. Ya'ni buni adashtirib yubormang. Onasini bolasi bo'lish esa hissiy jihatdan unga bog'liq bo'lish, ya'ni hissiy kindigini kesilmaganligi, separatsiya jarayonining amalga oshmagani, ya'ni psixologik til bilan aytadigan bo'lsak, buni bir nechta sabablari bor aslida. Masalan, farzand yoshligida o'g'il farzandni ulg'aytirayotgan ona yoshligida uni hissiy jihatdan ko'p o'ziga, ya'ni o'zini baxti uchun uni asir qilib o'stirgan bo'lsa, ya'ni sen bo'lmasang men o'laman, senga ishonaman, baxtim sen bilan bog'liq, ya'ni meni borligim sen bilan bog'liq kabi fikrlar bilan uni o'stirgan bo'lsa, mana bu narsa erkakka o'zini har bir qaror oldida 5 yoshli bola hissiyotlarini beradi va u hattoki o'z turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lishini onasiga xiyonat deb hisoblaydi. Xo'sh, ana endi savol paydo bo'ladi. Onasining bolasini qanday qilib tanib olish mumkin? Buni belgilari qanday? Ya'ni munosabat bunday inson bilan bo'layotganini qanday ajratasiz? Keling, men sizga bir soatda misollar keltiraman. Avvalambor bunday munosabatda ko'p uchraydigan holat bu sirlarning yo'qligi. Munosabatda siz va partnyoringiz o'rtasidagi umumiy sirlar negadir deyarli yo'q. Va hatto yotoqxonadagi sirlar ham negadir onasigacha yetib boradi. Mana bu holat o'z-o'zidan bu yerda ona bilan bog'liq hissiy uzilishni mavjud emasligini ko'rsatadi. Solishtirish, ya'ni onamning ovqati boshqacha edi, onam undoq qilardilar, bundoq qilardilar. Umuman olganda onasiga o'rgangan, ya'ni onasi tayyorlagan taomlarga o'rgangan bo'lish bu normal, ya'ni bu xonadonda o'sib ulg'aygan erkak buni normal qabul qiladi, ammo unga hissiy jihatdan bog'liq bo'lib, buni sizga ham singdirishga harakat qilish, buni muammo darajasiga olib chiqish, hammasini onam kabi qil deyish, mana bu o'z-o'zidan munosabatda bu inson bilan sizda muammolar borligini ko'rsatadi. Va eng qiynaydigan jihati bu undagi qarorni qabul qila olmaslik xususiyatidir. Onasini ruxsatsiz hattoki paypoq ham sotib olmaydi. Va aybdorlik hissi onasi bir marta xo'rsinib qo'ysa, bu erkak butun dunyoni tashlab yuguradi. Bu vaziyatga tushib qolgan ayollar ko'pincha nima qilishim kerak, ya'ni bu vaziyatdan qanday chiqib ketishim kerak deb aytishadi. Keling, men nima qilishni aytishdan avval nima qilmaslikni aytay. Avvalambor onasiga qarshi chiqmang. Mana bu eng katta xatoyingiz bo'ladi. Ya'ni bu vaziyatda yoki meni yoki onangizni tanlang degan qat'iy talablaringiz uni blokini yanada kuchaytirib yuboradi. Uni nozik nuqtasi mana shu yerda bo'ladi. Va shuning uchun ham onasi bilan urushish, onasi bilan raqib bo'lish bu siz uchun katta yo'qotish, bu munosabatdagi yo'qotishni eng kattasi hisoblanadi. Xo'sh, unda savol, qanday qilib bu hissiy kindikni kesish mumkin? Qanday qilib uni ulg'aytirish mumkin? Agar qizlar siz ajrashib ketish niyatida bo'lmasangiz, bu munosabatni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, taktikani biroz o'zgartiramiz. Ya'ni amalda sinab ko'rishingiz kerak bo'lgan bir qancha taktikalar mavjud. Vaziyat aslida siz o'ylaganingiz kabi u qadar murakkab emas qizlar. Bir nechta sog'lom texnikalarni qo'llay bilsangiz, aslida muammo asta-sekin o'z yechimini topa boshlaydi. Demak, birinchi texnika: mas'uliyatni yuklang. Uyga bozorlik qilishdan tortib, bolani qaysi bog'chaga borishigacha u hal qilsin. Siz erkaksiz, siz qanday desangiz shunday bo'ladi.
sizning tanlovingizga ishonaman degan jumlalarni aytib turish menimcha u qadar qiyin emas. Va ikkinchi muhim taktika munosabatdagi benzin deb doim aytaman, bu maqtov. Maqtov kimga yoqmaydi deysiz? Albatta hammaga yoqadi. Kichik g'alabasi ham yetadi. Aslida katta yutuqlarini kutmang. Masalan, oddiy uyda buzilgan kranni tuzatib qo'yishi yoki sizga boshingiz og'rigan vaqtda sizga dori keltirib berish ham aslida maqtash uchun yetarli. Siz nima qilardim, yaxshiyam bor ekansiz deb samimiy ohangda kesatmasdan, soxta bo'lmasdan ta'kidlab qo'ysangiz, bu o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Ya'ni onasini maslahatlari siz ham yashay olishini his eta boshlaydi. Va maxfiylik lazzatini unga his ettiring. Ya'ni bu juda ham muhim qizlar. Ya'ni bu faqat ikkimizni sirimiz bo'lsin, onajonimiz bilib qolmasinlar, bilib qolsalar xavotir oladilar. Keling, ularni bu masalada bezovta qilmaylik. Go'yoki onasini o'ylagan holda ma'lumot chiqishini to'sasiz, oiladan bu sir chiqishini to'sasiz. Va navbatdagi taktika bu an'analarni yarating. Faqat siz va u ishtirok etadigan, masalan, shanba kechasi deylik yoki tungi sayr deylik. Bu vaqtda u o'zini hissiy jihatdan erkin his etadi va asta-sekinlik bilan undagi mustaqil shaxs sifatidagi fikrlar, hissiyotlar shakllana boshlaydi. Va bilmaslikka olish qizlar, hamma narsada o'zingizni sinchkov, sezgir qilib ko'rsatib ikkinchi onaga aylanmang. Ya'ni onasi bor, siz esa ikkinchisi bo'lib olmang. Ba'zan onasini gapi bilan biron bir narsani qilayotganini sezsa yoki uni gapini takrorlayotgan bo'lsa sizga kelib, buni onangiz aytdilarmi deb keskin gapirmang. Shunchaki natijani o'zgartirishga harakat qiling. Fikringiz yaxshi, lekin keling, mana shu variantni ham sinab ko'raylik. Sizga ko'proq yoqadi deb o'ylayman. Ya'ni sog'lom holatdagi javobni tanlang, sog'lom reaksiyani tanlang, asabiylashib ketmang. Va mustaqillik moddiy rag'batlantirishni taktika sifatida maslahat bergan bo'lar edim. Qanday qilib? Agar imkon bo'lsa, bu vaziyatda aslida hududiy jihatdan mustaqillik imkoniyati yaxshi imkoniyat, ya'ni yaxshi, samarali deb aytish mumkin. Masalan, alohida uyda yashash aslida. Lekin agar bu holat ilojsiz bo'lsa, buni o'zingizni dushman ruhida onasiga ko'rsatgan holatda muammo sifatida ko'rmang. Ya'ni ichkarida ham erkak kishini mustaqil shaxsga aslida aylantirib qolishni bir necha taktikalari mavjud. Hech bo'lmasa, agar birga yashasangiz ham onasi bilan, hech bo'lmasa sizdagi yotoqxonangizni daxlsiz qal'aga aylantiring. Va muhim texnika bu qizlar vaqt va sabr. Ya'ni bu jarayon bir kunda bitmaydi. Sizdan yuqori darajadagi emotsional intellekt talab qilinadi. Ya'ni erkak o'z-o'zidan onasidan uzoqlashayotganini sezmasligi kerak. Buni keskin vaziyatlar bilan o'lchamang. Ya'ni buni darrov hayotingizda nimadir o'zgarib qolishini kutmang. Bu uchun ham og'riqli bo'lishini tushuning. U shunchaki siz bilan bo'lish xavfsizroq, shirinroq, baxtliroq ekanini his qila boshlaydi. Ya'ni o'zi ham bu ishlarni, onasini qarorisiz ham o'zi qaror qabul qila olishi mumkinligini tushuna boshlaydi. Turmush o'rtog'ingiz agar onasining bolasi bo'lsa, bu vaziyat u uchun hukm emas. Ya'ni bu hech qachon o'zgarmaydi degani emas. Ammo sizning nazoratlaringiz, keragidan ortiq va vaziyatlarni va qarorlarni o'z qo'lingizga olishga bo'lgan intilishlaringiz esa u uchun sizni navbatdagi ona qilib tayyorlab qo'yadi. Ya'ni endi siz uni hayotidagi ikkinchi onaga aylanib qolasiz. Mana shuning uchun asta-sekinlik bilan qarorlarni unga ishona boshlang. Umuman olganda bu hukm emas, bu hech qachon o'zgarmaydi degani emas. Umuman olganda bu inson jismoniy jihatdan, intellektual jihatdan allaqachon ulg'aygan qizlar. Shunchaki u emotsional jihatdan hamon bola holatida qolib ketgan va uni o'ziga yarasha bir nechta tarixiy bolalik bilan bog'liq bo'lgan sabablari mavjud. Mana bu narsani bilish ham o'z-o'zidan sizni bu holatda erkin nafas olishingizga yordam beradi. Umuman olganda bu narsani bir kunda tuzalishini kutmang. Bu asta-sekinlik bilan bo'ladigan jarayon va sizdan biroz sabr, vaqtni talab qiladi.
Bu munosabatda eng asosiysi qurbonlikda qolmang. Avvalambor hissiy jihatdan o'zingizni himoya qiling, o'zingizni asrang. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Salomat bo'ling.